qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Diqqatinglar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sharq Turkiston Surgunda hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sotiga sungan arzi Yevropa parlamentining kishilik huquq tarmoq komitetida o'tirg'a qo'yilib munozir qilindi. Doktor Mantimin Ali Apandi Sharq Turkiston Surgunda hukumatiga vakolatan so'z qilib, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tekshirgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi xalqaro qonun nuqtai nazari bo'yicha ig'ir vahshiylik bo'lib, Rodney Dekson aytgandek, Xitoy Birlashgan Davlatlar Inson haqlari tashkiloti va mustaqil tekshiruvchilarning berib tekshirishiga yo'l qo'ymagan ahvoldami Xitoyning qilmishlarining irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilik ekanligi tekshirib isbotlandi. Menmo irqiy qirg'inchilikning bevosita qurboni, ota-onamni ko'rmagili 22 yil bo'ldi. Ovozni anglab boqmag'ili 7 yil bo'ldi. Ularning hayot yoki hayot emasligidan xabarim yo'q. Mening onam mening chet eldagi kishilik huquq faoliyatim sababli 2014-yilda Xitoyning chidag'isiz parakendchiligiga uchradi. Eg'izga olg'ili bo'lmaydigan irqiy qirg'inchilikning ta'siriga uchirmagan birmi Uyg'ur oilasi yo'q. Uyg'urlar bu ahvoldan qattiq cho'chidi. Bu barliq Uyg'urlar uchun kollektiv qora tush. Milyonlagan Uyg'urlar Xitoy qayta tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlariga qamaldi. Xitoy jazo lagerlarida o'ltirish, miya yo'yish, ich organlarini sug'urib olish qatorliq qabih jinoyatlarni ishlaydi. Adidas, Amazon, Nike, Puma qatorliq 83 xalqaro va davlat ichi dangliq marka mahsulotlarining ishlab chiqarilishida Uyg'ur majburiy emgakka qo'llanildi. Milyonlagan Uyg'urlarning oilasi vayron qilingan, bolalardan ayirib etilib, majburiy emgak lagerlari va turmalarga qamalgan. Lager ishchi va sirtidagi insonlarning organlarini sug'urib olib, organ atkazchiligi orqali organ tijorati bilan shug'ullanib, milliard dollar kirim qiladi. Nurg'ulg'an Uyg'ur ziyolilari Uyg'ur kulturini qo'g'dab qilishda muhim rol o'ynaganligi uchun rayimsizlarcha jazolandi va yo'qitildi. Barliq Uyg'ur nupusi Xitoy davlati va Xitoy kompartiyasining dushmani bo'ldi. Bu hol Xitoyning Uyg'urlar ustidan kollektiv jinoyat o'tkazib, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik, mustamlikchilik siyosati yurgizishda aktiv rol o'ynadi. Uyg'urlar Xitoyning bu vahshiy irqiy qirg'inchilik uchun adolat izlayotidi. Bu maqsad uchun xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining tekshirish, taftish qilishi muhim bo'lib, u bizga barliq adolatning to'liq tajalli qilishi uchun umid bag'ishlaydi. Adolatning, yaxshilikning yomonlikdan ustun bo'lishidagi haqiqatni, yangi bir kelgusini qayta yaratadi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Uyg'ur qirg'inchiligi delosini tekshirishi simvollik va simmetrik adolatdan iborat ekanligiga ishonamiz. Bu bir yurish xalqaro qonun bo'lib, ulgu tiklaydi dedi. Sharq Turkiston Surgunda hukumati 29-oktyabr kuni Turkiya Cumhuriyati qurilganligining 98 yilligini tabrikladi. Turkiya Cumhuriyatining mangu gullab yashnashini umid qilganligini bildirdi. Hindiston yaqinqi 5 yilda, ya'ni 2016-yildan 2020-yilgacha bo'lgan aralıqda chegara mudofaasini kuchaytirish uchun Amerikadan taxminan 3 milliard 400 million dollarlik qurol-yarog' sotib olgan. Hindistonning harbiy jihatda kuchayishi va ul asliyalarining yangilanishi o'tgan yili uning sharq-shimol chegarasini bo'ylagan Ladakh rayonida chegara to'qinishining portlashi bilan tezlashdi. Hindiston yana Xitoyning 24-oktyabr ma'qullagan yangi quruqliq chegara qonuniga kuchlik inkos qaytardi. Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi, yangi qonun bizning chegarani boshqarish masalasi bo'lib, chegara masalasida hal bo'lmay kelayotgan ikki tarafli kelishim hosil qilishimizga ta'sir ko'rsatdi. Biz Xitoyning bu qonunni bahona qilib, harakat qo'llanishdan saqlanishni umid qilamiz dedi. Yakshanba kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi ko'rishib, Antony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoyning xalqaro qonunga xiloflik qilib sodir qilayotgan nurg'ulg'an qilmishlariga qarata andishlanayotganligini, dunyoning ikki cho'ng iqtisodiy kuchining orasidagi raqobatni mas'uliyatchanlik bilan bartaraf qilish uchun ochiq munosabatni davomlashtirishning ahamiyatini o'tirg'a qo'ydi. Blinken bilan Wang familiyaning bu qatimqi uchrashishi bu yil ichida Amerika davlat prezidenti Joe Biden bilan Xitoy davlat raisi Xi Jinping orasida o'tkaziladigan yig'in uchun zamin hozirlash imkoniyatini yaratadi. Xitoy yaqindan beri Tayvan havo mudofaa rayoniga nurg'ulg'an askariy aeroplan avatgan. 1 noyabr kuni 8 Xitoy urush aeroplani Tayvan havo mudofaa rayoniga kirgan. Xitoy yolg'iz chegara mudofaasini kuchaytirish uchun emas, yana Botan tuproqlari va Nepalning Xumla degan yerini ishg'ol qilish bilan bir vaqtda boshqa davlatlarning tuproqlarini asta-asta parchalab kesib olib, o'ziga qaytib olish uchun tilimlash texnikasini unumli qo'llanmoqda.
Xitoy Tibetdagi askariy qurilishni kuchaytirish bilan bir vaqtda tik uchar aeroplan, boshqariladigan bomba bazasi qatorliq askariy ul aslahalarini rivojlantirmoqda. Tibetning chegara rayonini kuchaytirishi Xitoyning Hindistonga taqobil turish, Hindistonni orqada qoldirish uchun uzun muddat davomlashtirgan strategiyasidir. Xitoy chegara liniyasi bo'yicha yoshurun kuzatish nuqtalarini ishg'ol qildi. Strategik unumi bor joylarda huquq talab qildi. Beyjingning Butan zaminidagi tuproq talpi va Nepaldagi Hunlarga tajovuz qilishi Xitoy Kompartiyasining o'xshash strategiyasining bir parchasi. Xitoy avval bir yipak qurtidek chaynaydi, keyin boshqa davlatlarning xabari yo'q nishonlagan yerni egallaydi. Nepal ichki ishlar ministerining bir tadqiqotiga qaraganda, Xitoy Nepalda mavjudligini ko'rsatish uchun Nepalning Hunlar rayonini chit va simlar bilan qo'shgan. İçki İşler Ministerligiga bağlıq Katmandu pochtasi Nepal-Xitoy chegarasida bir turkum masalalarning bayqalganligini o'tirg'a qo'ydi. 1963-yilda imzolangan bir to'xtamnomada 5-numorliq stondagi Kit-Xolarning o'ttirsigacha bo'lgan ikki davlat orasidagi chegara Nepalga tava. Boshqa bir davlatning zaminini qaqti-soqti qilish va hasad qilish xirsi Xitoyning o'zgarmaydigan vahshiy qiliqi. Her qandaq bedel төлеп, mustaqillik va hürlikning buzg'unchilikqa uchrashiga asla yo'l qo'ymaslik. Hürlikni va mustaqillikni haqiqiy ma'noda qo'g'dash va uning uchun eng oxirgi shaxsning eng oxirgi tomchi qinini iqtib, insoniyat tarixini shonliq o'rnaklar bilan bezash. Mana bu mustaqillik va hürlikning haqiqiy mohiyatini, keng ma'nosini, yuksak qiymatini vijdoni bilan tunib yetgan millat uchun asosiy va o'lmas prinsip. Faqat bu prinsipda ching turib, har turli fidokorliklarni har vaqt berishga tayyor millat davomli insoniyatning hurmatlashi va qadrlashiga loyiq bo'ladi, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Bu prinsipga amal qilmagan millat qulluqqa, xo'rliqqa mahkum. Tavranmas ishonch, kuchli iroda, izchil harakat, qattiq intizom bizni mustaqilligimizga ilib bordi. Mustaqil davlatimizda hurligimiz va qadr-qimmatimiz bo'ladi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizni köygünler için köp rahmet. Gelir qitimki programımız görüşküçe Allah'a emanet bolgaysizlar.